Davom etamiz ustozlar. Xo'p, biz bitta savolni tuzdik. Bitta savol tuzgandan keyin qo'shish, savol qo'shish tugmasi bor bu yerda. Savol qo'shish. Mana bu savol qo'shish tugmasi yordamida savol qo'shishimiz mumkin. Savol turini tanlash kerak. Ko'p tanlovli savol yoki so'z bulutli, bir nechta tanlash turlari bor. O'tish joyi biz hozir ko'p tanlovli oddiy test savolni tanlaymiz. Bu yerda sizda multiple choice deb chiqadi. Agar o'zbek tiliga o'tkazsangiz ko'p tanlovli savol deb chiqadi. Multiple choice ni tanlaymizda yana bitta savol kiritamiz. Xo'p, bu yerda yozishimiz mumkin. Masalan, 2 plus 4 tenglik qo'yib javobni bu yerda yozishimiz mumkin. Matematikada savol bo'lishi mumkin. Masalan, buni javoblarni yozamiz. 4, 6 yoki 5 va 3 degan javoblarni qo'yishimiz mumkin. Buning javobini keyin to'g'ri javobni belgilaymiz va saqlash tugmasini bosib qo'yamiz. Saqlash. Mana bizda ikkita savol bo'ldi. Mana bitta, ikkita. O'sha tariqa yana savollarni qo'shib ketishimiz mumkin. Yana bir nechta savollar qo'yish mumkin. Bu yerda mana bunaqa savollar turlarini qo'shish mumkin. Savol yozamiz. Global tarmoq. Bu yerga javobini yozishimiz kerak bo'ladi. Internet. Xo'p, savolni yozdik. Bu to'ldiriladigan savol turi bo'lib chiqadi. Bu yerdan keyin saqlash tugmasini tanlaymiz. Mana 3 ta savol bo'ldi. 3 ta savol bo'lgandan keyin savollarimiz ko'rib chiqamiz. Mana javoblarni ham belgiladik. Bu yerda yana boshqa har xil savollar turlari bor. Ularni o'zlaringiz qo'llab ko'rsatsangiz bo'ladi. Bir nechta savollar bor. Fikr bildirish savollari yoki moslashtirish yoki boshqa savol turlari bor. Uni tanlab savollarda kerakli savol kiritilgandan so'ng bu yerdan publish tugmasi bor. Publish tugmasini tanlab nashr qilishimiz mumkin. Yoki savolimizni ko'rishimiz mumkin, tekshirib ko'rishimiz mumkin. Undan oldin qanday turdi? Mana savolimiz o'quvchiga berganimiz mana bu ko'rinishda chiqadi. Kompyuter vazifasi, o'yin o'ynash yoki axborotga ishlov berish. Mana o'sha savollar chiqadi. Xo'p, buni ko'rib bo'lgandan so'ng, demak bu yerdan publish tugmasini tanlaymiz. Publish. Bu yerdan bizda testimizning nomini yozadi. Demak, informatika yoki nazorat testi. Yoki monitoring testi. Qolgan joyiga teginish shart emas. Xohlasangiz bu yerda language degan joyga tilni ham tanlab qo'ysangiz bo'ladi. O'zbek tilini tanlab qo'yish mumkin. Shart emas. Rasm qo'yishingiz mumkin. Bironta rasm o'sha testga mos rasm deb kompyuteringizda bo'lsa, yuklab qo'ysangiz bo'ladi. Yoki bironta kompyuter rasm bo'ladigan bo'lsa, yuklab qo'ysa bo'ladi. Men bu testni yuklab qo'yaman o'zim rasmini saqlash. Publish tugmasini bosaman, nashr qilishni. Testimiz tayyor. Testimiz ishlashga tayyor. Start tugmasini bosish yordamida o'quvchilarga bu testni berish mumkin.
siz demak yaratgan testlar library bo'limiga kirasiz. Mana library bo'limlar bor. Bu yerda siz yaratgan testlar my library, meni kutubxonam yoki my home degan bor. Library kutubxona bo'limiga kirsangiz, sizning yaratgan oldin tuzgan testlaringiz turadi. Mana bu yerda mana bir nechta testlar tuzganman. Mana hozir esa oxirgi test tuzgan testim, nazorat testi mana turibdi. 13 minut oldin tuzilgan, 5 kun oldin, 1 yil oldin tuzilgan testlar hammasi shu yerda saqlanib turadi. Xo'p, bu yerdan endi siz testni tuzib bo'ldingiz, xohlagan vaqtingiz, demak bu yerdan chiqib ketganingizdan keyin, demak chiqib ketamiz, masalan, brauzerni yopdingiz, aytaylik, brauzerni yopdingiz va boshqa joyga brauzerni yana ishga tushirgan vaqtingizda, demak siz Vagrant saytini yozasiz. Vagrantga kirib yozib, siz mana burchakda, demak siz bir marta ro'yxatdan o'tganingizdan keyin sizning nomingiz chiqib turadi. Agar siz chiqib ketgan bo'lsangiz, mana bunday holatda chiqib ketgan bo'lsangiz, mana chiqib ketdim, yana qaytadan kiraman. Boshqa kompyuterdan kirishga to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, yana sign up qilmaysizda, loginni bosasiz. Loginni kirishini bu yerdan yana continue with Google orqali kirishingiz mumkin. Bu yerda siz bir marta kirganingizdan keyin mana bu yerda sizning elektron pochtangiz turgan bo'lsa, o'sha orqali kirishingiz mumkin yoki birinchi ko'rsatilgan usul orqali boshqa hisobdan foydalanishni bosib, siz login parolingizni qo'lda kiritib kirishingiz ham mumkin bo'ladi. Hop, men mana buni tanlayman. Bu osonroq varianti tayyor turibdi va mana kirdi. Mana bu yerdan dashbord bo'limiga o'tasiz. Mana dashbord o'ng tomonda tepada turibdi. Dashbord bo'limidan bu yerdan siz create, ya'ni testni yaratish, testni boshlash deyman. O'sha bo'limga kirasiz. Mana bir marta dashbordga kirgandan keyin create'ni bosib kirib olasiz. Bu yerdan yangi test yaratishni ko'rib chiqdik. Create tugmasi orqali yaratishingiz mumkin. Bu yerda har xil testlar bor. Ularning boshqalarini ham yaratishni ko'rib chiqamiz. Asosiysi hozir biz oldin yaratgan testimizni o'quvchiga qanday qilib beramiz. Hop, my library bo'limi bor. Bu yerdan demak my meni kutubxonam bo'limiga kirib, bu yerdan oldin ilgari yaratgan testlaringizni tanlaysiz. Masalan, men tanlayman nazorat testi. Nazorat testini tanlaymanda buni bu yerda publish bo'lib turish kerak edi. Xo'p, nazorat testi, mana testlar hammasini demak ko'ryapmiz. Play bo'lib turadi. Play tugmasini bosasiz. Mana bu yerda publishni bosgandan keyin play tugmasi bor. Play tugmasini bir marta tanlaysiz. Bu yerda start. Bu yerda 3 ta narsa chiqadi, narsani taklif qiladi. Siz testingizni ko'rishingiz, bir o'zingiz ishlashni bir ko'rishingiz yoki hozir testni o'quvchilarga boshlash mumkin yoki uyga vazifa qilib berish mumkin. Biz hozir start now'ni ko'ramiz, hozir boshlashni. Playni bosaman. Start now tugmasini bosaman. Birinchidan tanlayman, o'quvchi uchun tanlayman. Bu yerdan qanday test olmoqchisiz? Jamoaviy test qilmoqchimisiz yoki jamoaviy guruh bo'lib test ishlash bor. Bu yerda har xil turlari bor. Biz hozir klassik oddiy usulni ko'ramiz. Klassik birinchi turganini tanlaymiz. Bu yerdan demak ba'zi nastroykalar bor, to'g'irlash kerak bo'ladi. Xohlasangiz buni to'g'irlashingiz mumkin, xohlamasangiz teginish shart emas. Bu yerda faqat start tugmasini bosishingiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda start tugmasini tanlayman. Test bizga mana bu oyna ochiladi. Bu yerdan demak o'quvchi uchun berish kerak bo'lgan kod beriladi. O'quvchiga kodni aytasiz. O'quvchi mana shu kodni terib, demak kirishi mumkin bo'ladi. Kirish kerak bo'ladi. Endi o'quvchining oynasida o'quvchi mana bu yangi oyna ochdim. Bu yerda o'quvchi ham yozish kerak bo'ladi. vagrant.com saytini yozadi. Va bu yerdan enter kodni tanlaydi. Enter kod.
endi u sign up qilinmaydi, kirish ro'yxatdan o'tish yoki kabinet kirish shart emas, faqat enter kodni tanlaydi, demak kod kiritishni tanlaydida bu yerdan enter join kod, ya'ni kodni kiritish kerak bo'ladi. Sizda kodni unga doskaga bergan bo'lasiz, mana kod turibdi, mana 397 3939 kodni siz aytib bergandan so'ng bu kodni olib talaba o'quvchi kiritish kerak bo'ladi va join bosadi, ya'ni qo'shilish. Bu yerdan ismini yozish kerak bo'ladi, masalan Ilhom yoki ism familiyasini yozish kerak bo'ladi. Barcha talaba o'quvchilar kiritgandan so'ng o'quvchining oynasida bu holatda chiqadi. Bunda o'yinga qo'shilganlar ro'yxati chiqadi. Nechta qo'shilsa chiqib keladi hammasi. Va sizning ekraningizda esa, mana bu oyna chiqadi. Bu yerda demak men qo'shildim Ilhom deb, bu yerda nechta o'quvchi qo'shilsa hammasi ro'yxatimga chiqadi. Va siz hamma qo'shilib bo'lgandan so'ng start tugmasini bosishingiz mumkin. Start. Mana o'yin boshlandi, test boshlandi. Bu yerda hamma o'quvchilar sizning ekraningizda ro'yxati, nechinchi o'rin olganligigacha. Tovushni kichikroq qo'yaman. Ularning ishlash foizlari hammasi ko'rinib turadi. O'quvchining oynasida esa, o'quvchining panelida esa mana savol qo'yiladi. Hop, global tarmoq. Internet jo'natish tugmasini bosadi. Kompyuter vazifasi, o'yin o'ynash. 2 + 4 6. Bitta to'g'ri, bitta noto'g'ri javob berdim. Mana natijasi, demak o'quvchining bu yerdan fikrini belgilaydi. Mana o'quvchining natijasi chiqib keldi. O'quvchiga chiqadi bu. Demak u 67% ishladi. Sizning ekraningizda esa mana bu oyna chiqadi. Bu yerda demak o'quvchilar nechta, bu yerda bitta o'quvchi bo'lgani uchun birinchi o'rinni ko'rsatyapti. Bu yerda hamma o'quvchilarda demak o'rinlarni ko'rsatib beradi. Mana bu ro'yxatda nechta o'quvchi qatnashdi, demak o'shalarning ballari chiqib keladi. O'rinlari nechta to'g'ri, nechta xato ishladi chiqib keladi. Savollarni ko'rishingiz mumkin, tahlil qilishingiz mumkin. Bu yerda har bir ishlagan o'quvchining qaysi savolga to'g'ri javob berdi, noto'g'ri javob berdi, ularni ko'rishingiz mumkin. Qaytadan testni yana olishingiz mumkin yoki buni demak chiqish tugmasini bosib siz hisobot oynasiga o'tishingiz mumkin. Bu oynada avtomatik ochiladi. Bu yerdan siz testni o'chirishingiz mumkin yoki yuklab olishingiz mumkin. Bu yerda esa mana bu demak hisobot oynasi chiqib keladi. Bu yerdan siz o'quvchilar bilan tahlil qilishingiz mumkin. Qaysi savolga, qaysi nechtasiga to'g'ri javob berdi, nechtasiga to'g'ri javob berdi, nimalar o'zlashtirish necha foiz bo'ldi? Bizda hozir 67% bo'lgan. Buni demak bajarib bo'lgandan keyin chiqib ketishingiz mumkin, library bo'limiga o'tishingiz mumkin va bu yerdan siz bu yerdan demak keyin kutubxonadan so'ng pastda hisobotlar bo'limi bor. Bu yerda tanlagan vaqtingizda mana nazorat testimiz 67% ishlandi. Mana oldingi testlarga kirishimiz mumkin. Bu yerda o'quvchilarim 61%, 56% va mana ilgari ishlaganlari 100%. Hammasi har bir sahifani ko'rish mumkin. Mana 91%, 76%. Bu yerda juda ko'p ishlangan. Masalan, xohlagan bittasiga kirsak, mana histogrammalar, diagrammalar kirsak, mana bir yillar oldin olingan testlar mana ro'yxati bilan o'quvchilarning ism familiyalari mana turibdi. Bu doim bazada saqlanib turadi. Siz xohlagan vaqtingiz buni demak ochib ko'rishingiz mumkin. 96% ishlagan, 14 ta o'quvchi qatnashgan, 16 ta savol bo'lgan. Bekzod degan o'quvchi 100% ishlagan savollarga. Bu yerda 63%, 69% ishlaganlari bor. Oxirida qo'shilib ishlay olmay qolganlari ham bor, 6% ishlaganlari ham bor. Uni demak siz natijalarni tahlil qilib chiqishingiz mumkin. Qaysi savollarga to'g'ri javob, qaysi savollarga noto'g'ri javob berganliklarini ko'rishingiz mumkin. Va buni siz hisobot so'ragan vaqtda bironta
mana yuklab olish, hisobotni yuklab olish tugmasini tanladim. Bu yerdan mana bunaqa yuklab olib, uni siz Excelga qog'ozga chiqarib qo'yishingiz mumkin. Mana bu yerda mana ko'ramiz, savollar turibdi. Mana savollar har bir o'quvchining to'g'ri, noto'g'ri bergan javoblari, hisobotlari turadi. Juda ham imkoniyatlari keng bo'lgan sayt. Bundan keyin biz hali boshqa savollar tuzishlarini ham ko'rib chiqamiz. Hozircha shu.